kelgandan da. Chiqib boqay. O kim? O assalomu alaykum qadar qavaloq. Ana o'tiraman. O'tir. Qadar tuzliqma, salomat edingmi? Choy damlay. Bo'ldi, sal aldiraymiz. Murassa ishxonasiga borsak yo'q ekansiz. Shundan olib uyga bir berpaqayl deb kelib qoldik. Hali taqa ishda qaytib kelgandim. Avar qilgan bo'ldik. Hech qisi yo'q. Qanday shamol ushib kelib qoldi sizlar bu yerga? Manda gap aka. O'zimizdan xayri bor. Anam rahmetlik tugab ketdi. Shunday, yaxshi ayoldi. Anam rahmetlik hayot vaqtida bu ikkimizni o'ylik chog'liq qilib, ma cho'ng o'yning o'ng tarafiga buning qo'yib sepadi. Ma sol tarafiga menga qo'yib sepadi. Ballarimga eg'ir chiqim chiqqanmisan deb o'zimana ko'ni uch yig'izliq o'yda o'tadi. Anam hayot vaqtida shunda bir degan, agar men qaysinglarning uyda jon uzib qolsam, mush qadimiy joy shuning qoldi degan. Biroq manochi shamisha tijorat qilaman deb o'ynab yurdi. Men mana onamni beqib keldim. Onam tova. Va onamni baqinimga bunda minnat qildigan yering bo'lsa, baqmsanman onamni. Men baqwa. Nega borsam onamni birla olib bordim men shular baqdim men. Kam. Akang gapini qilib bo'lsan. Endi sana gap qilishni o'tib keldi bir jim turmam sen bilda. Voy qarang aka, siz ma menning murassachisiz ku. Va jim turing degan bilan men akaga odamni bizni kichik ko'rib, va bo'zaq qildik mana bu shunda. Ey! Hozir kimni bo'zaq qilyapti-da, ha? Sen bilasan? Kim kimdan bo'zaq qilyapti? O'tir. Hey, Skilram. Bunda gap talashmay. Zadi maqsad kelgan nemish bo'ldi zadi. Shuning bilan onam rahmetlik bizning uyda jon uzdi. Bu nocha o'limdimi yo'q? 7 nazirasiga aron ulgurib keldi. Endi tag'ma 40 nazirasi bo'la bo'lmayla. Onamning uyini sotma dedi. Siz depaqma. Muzlar to'g'rimi, to'g'ri emasmi dedi. Depaqma. Voy ukam. Bu gap rasmi? Ras. Onam rahmetlik hayot vaqtida ikkimiz bir-birimizga bek amroqdik. Sizni bek amroq biz o'ch o'g'iydik. Men bir gap qilamdim ya. To'xta, endi fikr gap qilayotgan sen jim turmamsan deb farq qilgan ekan. Gap qilyapsan. To'g'ri. Men bu 2 yildan beri jondochilik qilaman deb shamsha yurdim. Va unimdan burun onam mening uyimda turdi. Va akam bo'lgan odam onamga yaxshi qaramay. Nima deding? Yaxshi qaramay? Yaxshi qaramay. Ma gaping bo'lmadi. Akang onasini yaxshi baxti. Buni jamoat biladi. Menda zahar gapni qilmay, sen maqsad degan ekan, ha, o'tir. O'tir. Gapning o'zimda. Endi onam bu akamning uyida jon uzsa, bu uy mening deb turvas bo'lamda. Onam biroz ashunda degan bo'lsa, qilib sifat. Ajab men uqmaydi ekanman. Ajiba onam men yo'q yerda akam ashunda deyma. Mening uyimda jon uzdi deblar, uy meniki deb, meni kichik ko'rib bo'zaq qilsa. Bu to'g'rimi, bu uyg'unmi amaliyotga? Oy, onam taqa o'lib ketib, kirpikiga to'p qo'nmay tursa, onamning uy joyini sotamaysan, ma'qul debman hamsa. To'xta. Gap sen zahab uyni sotadigan bo'lib qolding bu uyni sen? Aka. Mening bu shu onamni bir obdaroq boqaydigan niyatim bor-ku. Shunga sarsan bo'lib yaqin yurdim. Uni qilsam qamlashmaydi, buni qilsam qamlashmaydi. Antimuch pul topqandim. Bak qo'ymichidan oshmidi. Shunga o'zimning yurtiga kelib, Mishalbek o'lay degan. Shuni sotay degan. Ey, ukam, sen uyni sotib to'y qilaman degichilik. Burun xotning bilan yarashvasan bir balang bo'lgan ekan. Voy, yo'q-ku. Nima ketdi? Ne vaqt tekkina. Og'zingizga gap qildi ekansiz. Bunda onasi bilan, urug' tuqqani bilan, bola xotinlari bilan qari yo'q edenga saqlab turmaydi, xotin kishigan. Ağzınız baka. Maşında zahar gap anlamsız. Bir koçaktan çıkan aç qeyrindaşmışda zahar gap qılamda. Bunun ne alaka, bunun ne alaka? Ukam. Akım oğu. Ukulu qarab, akı olduğan gepkin cennim ukam. Bek gülük tutparmasa. Kız bakayım, ukam, sen ahire muş yutup duruş niyeti qat'i keldin mi zaten?
dep ketkinler. Şengullanmışlı gibiге. Öyünü setsine ertisi gididi o. Vay bu tüküvetem diyorum, tüküvetmem diyorum. Şunun nimi şu ben bilen. Anamның mirasını alıverdi mi alıvermez. Nima? Jenim ukam, anamdan aldığan mirasını alını bir ne boğan sen? Sizning bu gipingdan qaraganda az o'z sana qoldi ekanda amsa. Ha? Agar öyünü setish to'g'ri kelib qolsa, mana men sataman men. Men satıma. Men sataman men. Satqiningni bir ko'ray. Ha, men satqinimni bir ko'raymi? To'xtanglar. O'tiringlar. Ey, fikrlarim. Sizlar bir qo'saqdan tug'ilgan qon qarindoshlar emasmi? Mush kichkina bir ko'ni o'yini talishib, bir-biringlarning mushida ko'ngliga azor bersanglar, reshnam bersanglar, rahmatlik onanglarning ro'yi qo'rna. Fikrlarim, dunyoda har qanday narsa tepiladi-ki, qarindoshlik mikri tepilmaydi. Shuning uchun sizlar qarindosh bo'lgandan keyin bir-biringlarga yo'l qo'yib, bir-biringlarga yordam qo'linglarni sunib, inoq isbot o'tsanglar, o'zingizlarga yaxshi, ota-onanglarning ro'yi xush bo'lmamdi. Fikrlarim, men raskat qilsam bayatim sizlar kelishning oldida qarindosh deydigan bir qo'shoq to'qib o'tgandim. Shu qo'shoqni men sizga bir o'qib beray. Aningdan keyin sizlarning ishinglarni deyishini. Qarindoshlarım, imildaşlarım, mengülük vatandaşlarım, mengülük vatandaşlarım. Sizler hoşluğum, sizler boşluğum, ey qarindoshlar, sizler dostlarım. Ey qarindoshlar, sizler dostlarım. Sizler berdinglar bir haq dostlukni, dostluğunlar dim, taptım hoşlukni, taptım hoşlukni. Dostluğunlar dim, taptım hoşlukni. Dostluğunlar dim, taptım hoşlukni. Bırılar yüzüm, bırılar gözüm. Ey qarindoshlar, hammalar o'zim, hammalar o'zim. Ey qarindoshlar, hammalar o'zim. Yaşaylı inap, bulmaylı icrap, dostluk tünüde bulaylı icrap. Dostluk tünüde bulaylı icrap. Qarindoshlarım, imildaşlarım, mengülük vatandaşlarım, mengülük vatandaşlarım, qarindoshlarım, imildaşlarım, mengülük vatandaşlarım. Meni kechir aka. Men xato qildim. Ben sana yaxshi aka bulanmay qaptım afkan. Yo'q aka, bunda dema. Unda dema hergiz. Sening bolaring kichik bo'ldi. Uy sanqasin. Yo'q, unda desang bo'lmaydi. Sen tek to'y qilishing kerak. Biz bu o'yinni setib, darhol sening to'yingni qilaylik aka. Yo'q aka. Qarindoshim.
Ay. Canım qarindoshlarım. Endi qarindoshdak bir ish qildinglar. Yashab ketinglar.